Assalomu alaykum hammaga. Bugun Shanxay Tirollarda chizmalar obzorida bizda tintovka turibdi. 708 tonnalik 13,5 metrlik tintovkamiz. Bitta zapaska o'qlari bilan yakka balon. Balon razmerlari 385 65/22,5. Chizmamizni ko'rishingiz mumkin. Autodesk programmasi chizilgan. Albatta bu chizmalar hammasi Xitoydagi zavodimizda injenerlarimiz tomonidan chiziladi. Har bir mijoz uchun individualniy o'zgarishlar kiritiladi. Masalan, mijozimiz mostlarini qaysi biridir lintaga bo'lishi mumkin, birinchi most yoki oxirgi 3-mostni lintaga qilishlari mumkin, yoki mijozimizga 3 ta balon emas, 4 ta, 5 ta balonlik qilish mumkin. O'sha narsa haqida o'zgartirishlar kiritilganda chizma ham qaytadan chizilishiga to'g'ri keladi. Bugungi chizmamizda standart 96 kubalik 3 mostli yakka balonli pritseplarimiz. Pritsepimiz umumiy uzunligi aytib o'tgandek 13,5 metr. Balandligi esa yerdan pritsep tepasigacha bo'lgan joyi 4 metr. Pritsepning eshik balandliklari 2,655, ya'ni 2 metr 655 santimetr tashkil etadi. Eshiklarimiz hammasi alyumindan. Mijoz talabidan kelib chiqqan holatda eshiklarni alyumin yoki temirdan qilishingiz mumkin. Temir biroz og'ir bo'ladi. Alyuminni tavsiya qilamiz biz mijozlarimizga. Sababi hozirgi sharoitda tarozilar bo'layotganligi uchun alyumin eshiklar bolli naturishni hisoblanadi. Shuningdek, pritsepimizda 4 ta stoykasi bor, bir tarafida va ikkinchi tarafida. Umumiy hisobda 8 ta stoykasi bor. Ushbu stoykalar barchasi qimirlaydigan, ya'ni yuradigan, o'ngga chapga yuradigan stoykalar hisoblanadi. O'rtasidagi 4 tadan alyumin nimalari bor, ushlaydigan держательlari bor. Bular yuk yon tomondan, bort tomondan ortilayotgan vaqtida bemalol olib qo'yilish imkoniyatiga ega. Shuningdek, bu stoykani birini yon tomonga surib qo'yib bemalol ishlatish mumkin bo'ladi. Yon tomondan karra orqali yuklar ortish osonroq bo'ladi yanada katta gabaritli yuklarda. Shuningdek, pritsepimiz 96 kuba. Bundan katta qilish mumkin. U uchun 4-5 mostli bo'ladigan bo'lsa 120-125 kubalik qilish mumkin. Lekin pritsepimiz uzunligi albatta cho'zilib ketadi. Tigachish bilan hisoblaganda pritsep standartni 19 metr chiqsa, bu juda yaxshi bo'ladi. O'zbekiston sharoitida yo'llarda burilishlarga qiynalmaydi. Tigashning esa 1 mostligi bu 3 mostli pritsepimiz uchun juda maqbul variant. Agar pritsepimiz 3 mostlik, lekin tigachimiz 2 mostli bo'ladigan bo'lsa ham muammo emas. Bu albatta mijozning o'zini pritsepidan kelib chiqqan, tigachidan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Pritsepimizning balon oraliqlaridagi razmerlari 1,310, ya'ni 1 metr 310 santimetr. Birinchi o'qning markazidan ikkinchi o'qning markazigacha bo'lgan masofa shunchani tashkil etadi. Shuningdek, oxirgi o'qning, 3-o'qning to eshikgacha, ya'ni pritsepning oxirgi nuqtasigacha bo'lgan masofasi esa 2 metr 470 santimetr bo'ladi. Pritsepimiz yerdan bortgacha bo'lgan balandligi 1 metr 285 santimetr. Shuningdek, pritsepimizda bitta, ikkita yoxud 3 tagacha toolbox tashlab ketilishi mumkin. Bu mijozning talabidan kelib chiqiladi. Biz standartni bittadan ikkitagacha tashlaymiz, lekin mijoz yana toolbox so'rab qolsalar, toolboxni joylashtirish joylari mana bu kimpingni orqa tarafiga bo'lishi mumkin. Ya'ni oyoqchalari yoniga joylashtirilishi mumkin. Bu albatta mijozimizga kerak bo'ladigan bo'lsa qo'yiladi. Agar kerak bo'lmasa, mijoz xohlamasligi mumkin. Ya'ni bu yerga menga toolbox kerak emas desalar, qo'yilmaydi albatta. Shuningdek, pritsepimizni oyoqlari, ya'ni pritsepni tigashdan ajratgandan keyin ushlab qoladigan mana bu oyoqchalarini biz mexanik rochnoy qilamiz. Juda yengil bo'ladi, og'ir emas. Lekin kimgadir agar shu narsani, ya'ni premiumga kerak bo'ladigan bo'lsa, bu silindrlik bo'ladi. U narxidan ancha farq qiladi, qimmatroq turadi, lekin unaqa qilish ham mumkin. Shuningdek, pritsepimiz asosiy qismi, ya'ni ichki dizayni bo'lganligi uchun dizaynning ichki poli hammasi yog'ochdan bo'ladi. Asosiy rami temir qismi qoladi, metall qismi, ikki yoni va o'rta bortlari esa yog'ochdan hisoblanadi. Yog'och nima uchun ishlatiladi? Yog'och tintovkaga juda yaxshi turadi, yuklar yaxshi joylashadi. Undan tashqari yog'och sal yengilroq bo'lishi mumkin temirga nisbatan. Lekin yog'och degani bu pritsep og'ir yuk ko'tara olmaydi yoki qaysi bir qismi og'irroq tushsa ramas qayrilib ketishi yo yog'och sinib ketishi mumkin degani emas. Har bitta pritsepni oraliq
bir xil o'lchab qo'yilgan holatda stoykalar tashlab ketilgan, ya'ni asosiy ramadan o'sha yog'ochni tagida stoykalari bor. Yarim metrdan, taxminan yarim metrdan stoykalari bor har bittasi orasida. Undan tashqari pritsep uchun ikkita zapaska joy tashlab ketiladi. Biz bitta zapaska qo'shib beramiz. Agar mijozga yana bitta kerak bo'lsa, albatta uni yana gaplashsa bo'ladi. Bu qisqa obzor pritsepimiz haqida. Keyingi pritseplar qaysi pritsep qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz uni chizmalarini ochib, to'liqroq obzor qilamiz. Shuningdek, yaqin orada YouTube'ga ham pritsepni chizmalar chizilish jarayoni, chizmalar chizilgandan keyin u pritsepga kesilayotgan metallarni qanday kesish jarayonlarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bugungi obzorimiz sizga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada belgilab ketingizlar. Keyingi pritsepimiz obzori sizlar tanlagan pritsep bo'ladi.